Bir kun avval shunaqa video qo'ydik, kommentariyaga sun'iy intellekt qilingan deb yozishdi. Ayrimlar shuni montaj qilish jarayonini qo'ying deb so'radi. Hozir shuni montaj qilish jarayonini ko'rsataman. Kadrdan kopiya olamiz. Video effekt ichiga kirib, transform ichiga kirib, vertical flip kadr teskari aylantirib olamiz. Transition ichiga kirib, linear whip xohlaganimizcha 50 yoki 47 beraylik. Buyog'i 180 gradus. Monitor ichiga kirib, effekt kontroldan monitorga regrovka qilamiz. Nesla olamiz, kadrni birlashtirib, bundan yana kopiya olamiz. Endi TD kadrga horizontal flip. Birinchi kadrda effekt kontroldan surib olamiz. Yana liniya tashlaymiz. Kesib olamiz ozgina. Orqaga qaytaramiz. Kadr tayyor.